Assalomu alaykum hammaga. Yangi videomizni boshlaymiz. Yangi videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Unda bo'lmasam videomizni boshladik. Mana Germaniyada ob-havo juda ham isib ketdi. Bugün bizning futbolimiz bor. Hozir futbolga boryapmiz. Germaniyaga kelish haqidagi videolarimizni davom ettiramiz. Bu video 3-video. Birinchi videomiz Germaniyaga kelish bo'yicha qanaqa qilib kelishingiz mumkin, qaysi yo'nalishlarda kelishingiz mumkin. Shular haqida bo'ldi. Ikkinchi videomiz bundan oldingi hafta Algauga borganimizda futbolga Bildung va Beruf o'quv markazini o'qituvchisi Mirzohid Boboqulov qanaqa qilib til o'rganish, qayerlarda til o'rganib kelish haqida ma'lumot berdi. Bugungi videomiz esa Germaniyaga viza chiqqandan keyin nimalar qilish kerak, shular haqida bo'ladi. Tabiatga baho bering. Bu daraxtzorlarni qarang qanaqa chiroyli. Germaniyaga keladigan yo'nalishingiz tanlab oldingiz va til kurslariga qatnab til o'rgandingiz. Bundan keyin hujjatlaringizni tarjima qilib, notariusdan tasdiqlatib, o'zingiz tanlagan yo'nalishga hujjatlarni yuborib Germaniyadan taklifnoma oldingiz va o'sha taklifnoma bilan Germaniya elchixonasiga kirib viza olib chiqdingiz. Endi va nihoyat vizani qo'lga kiritganingizdan keyin har bir kishida qo'rquv bo'ladi. Endi Germaniyaga borsam nima bo'ladi? Nimadan boshlayman? Nima qiyinchiliklarga duch kelaman degan qo'rquv bo'ladi. Chunki bu yerda sizga ammangiz yo tog'angiz hammasini tayyorlab qo'ygani yo'q. Yoki uyga kelsangiz onangiz kirlaringizni yuvib, ovqatingizni tayyorlab qo'ygan joyi yo'q. Pulingiz tugasa dadangiz berib turadigan pullar yo'q bu yerda. Hammasiga o'zingiz harakat qilishingiz kerak. O'zbekistondan aeroportga chiqib samolyotga o'tirganingizdan. Samolyotga o'tirdingizmi, o'sha yerdan o'zbek tilini unutsangiz ham bo'ladi. Bu yog'i keyin faqat nemis tilida bo'ladi. Mana bizga o'xshagan akalarga duch kelib qolsangiz o'zbekcha gaplashishingiz mumkin. Agar o'zbegi yo'q qishloqlarga, shaharlarga kelib qolsangiz, o'sha yerdan o'zbek tili siz uchun tugaydi. Keyin nemischa bosasiz bu yog'iga. Hozir mana biz futbolga stadionimizga yetib keldik. Nemislar bu yerga ko'rpa to'shaq qilib o'tirib olgan ekan, bularni turg'izib olishimiz kerak. Keyin futbolni sekin boshlaymiz. Mana yerga kelgan bolalardan hozir so'rab chiqamiz. Germaniyaga viza olgandan keyin nimadan boshlagan ekan? Hayoti oson bo'lganmi, bu yerda qiyin bo'lganmi, kvartira topishda nima qiyinchiliklarga duchor bo'lgan? Shular haqida unda bo'lmasam gaplashamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Vloggerlar ham ko'payib ketgan. Mana Islom aka meni videoga olyapti. Mana bu bizning stadionimiz. Aka, yangi futbol hisob keldingizmi? Biz bilan o'ynarmi ekan bu? Ha, yaxshi. Ikkalamizda birinchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, sizin. Shukr, yaxshi. Sizga. Ha? Sizga o'zi poni dam olish kerak. Shunaqa. Stadionda ham dahshat qilib o'rib qo'yibdi-ku, bugun futbol o'ynashimizni bilganmi deyman-a bular. Bu bola bizga tegishli emasmi? Bizga o'xshayapti. Netasi o'qib yormangda. Nima bo'lsa ham.
Ana odamlar to'g'rida Dunay daryosi, shu Dunay daryosi bo'ylab odamlar velosiped haydab piyoda sayr qilib yuribdi. Islom aka, bizning bugungi kontentimiz Germaniyaga birinchi marta viza chiqqanda odamda bir qo'rqinch bo'ladi, to'g'rimi? Boshida yugurasiz vizani qilasiz. Viza chiqqandan keyin endi nimadan boshlayman deb qo'rquv bo'ladi. Sizga birinchi viza chiqqanda birinchi miyangizga kelgan o'yingiz, qo'rquvingiz nimada bo'lgan? Shular haqida gaplashsak. To'g'ri, endi qo'rquv bo'lishi tabiiy. Qo'rquv emas, qandaydir xavotir, borsam qanday bo'lar ekan degan savol hammani o'zidan ichida o'tgan bo'lsa kerak. Endi birinchi masala shu turar joy masalasi. Biz chunki avvaldan turar joyimiz aniq emasda qayerga kelishimiz uchun qayerda turib turar ekanman degan masalani ko'targanmiz. Shunda qo'rquv bo'lgan. Keyingi masala o'sha tanish o'zbeklar bormikan, o'zimizda diaspora o'zbeklar bormikan degan masala ham ancha o'ylantirgan. Xudoga shukr, lekin biz shu yashab turgan shahrimizda 20 dan ortiq o'zbek oilalar bor. Juda ahil bo'lib ketganmiz. Har shanba futbol, choyxona, bir-birimizni doim qo'llab-quvvatlab turamiz hamma tomonlama. Xursandman, hech afsuslanmayman. Juda yaxshi kollektivimiz, Xudoga shukr. Germaniyaga kelgandan keyin uy topish qanaqa bo'ldi? Qiynalmadingizmi? Uy topish qiyin bo'ldi desam xato bo'ladi, chunki shu biz kirgan universitet shu uy topish masalasida bizga amaliy yordam ko'rsatdi. O'zlariga tegishli bo'lgan shu uylar bor ekan, shu uylardan bizga ham arzonlashtirilgan tariflarda uylar qilib berishdi 2 yilgacha. Keyinchalik masalan shu 2 yildagi o'zlaring moslashib o'rganib o'zlaringga topib olasizlar degan shart bilan shu 2 yilga bizga turar joyini qilib berishdi. Katta rahmat shu universitet rahbariyatiga ham. Sizga universitet yordam beribdi. Lekin uyi yo'q. Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan talabalar, Ausbildungga, ishga keladiganlarga uy topishda nima maslahatlar berasiz? Topish kerak, lekin kelishdan oldin uy topib kelish kerak-da. Albatta, imkon qadar shu internet saytlaridan yoki shu joydagi yashab turgan o'zbeklar bo'lsalarni topib, shu uyni avvaldan topib, o'zi kelmasdan oldin uy masalasini hal qilish kerak, chunki ko'chada yashab bo'lmaydi-ku. Birinchi navbatda uy kerak odamga, vatan kerak, boshpana kerak. Har xil havo bo'ladi, har xil begona yurt. Uy bo'lsa, o'z-o'zidan keyin qolgan masalalar sekin-sekin bo'laveradi men o'ylashimcha. Uy bo'lgandan keyin uyni egasi sizga shartnomani beradi. O'sha shartnoma bilan shaharga ro'yxatga qo'yasiz-da, nemis tilida anmelding deydi. O'sha anmeldingni olgandan keyin siz bankka borib hisob raqam ocha olasiz yoki sug'urtaga borib sug'urta karta ocha olasiz, to'g'rimi? Hammasi uy bilan-da. Shunday. Uy bo'lmasa, qolgan masalalar ham o'z-o'zidan yopiqligicha qolaverar ekan. Bu masalada mana siz o'zingiz qayta tajribaga ekansiz, 20 yilga yaqin Germaniyada yashayapsiz ekan. Yevropaga sayohat kanaliga bog'lanib, mana bu kishi o'zlari admin. Shu hamma masalalar Germaniyada qanday kelishdan qanday ketishgacha ipidan ignasigacha o'rgata oladigan. Bu YouTube kanal Germaniyadagi o'zbeklar. Germaniyadagi o'zbeklar kanali, kechirasizlar, YouTube kanali. Akamizni tanimay bu kim ekan deb gaplashmadigan o'zbek ekan. Qalaysiz? Tinchmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshisizmi? Yaxshi yuribsizmi? Tinchmisiz? Sherda yashaysiz? Yo'q, men bu yoqqa o'qishga kelganman. Magistraturaga. Regensburgga universitetiga. Biz bilmas ekanmiz, qarang. Ulug'bek bilanmi? Rahmatjon bilan tanishman. Ismingiz kim sizni? Kamron. Kamron aka. Qancha bo'ldi? Yo'q, Ulug'bekni taniyman. Bitta Rahmatjon taniyman. Eto uni Rahmatjon bilan meni общагada sherigim tanishtirgan. Nimaga gruppaga bitta lokatsiya tashlab qo'ying, Ulug'bek kelayotgan. Esdan chiqib yana qaytib ketmasin bugun. Nima yo'nalish bo'yicha kelgansiz Germaniyaga? Ekonomika yo'nalishi bo'yicha magistraturaga Finno konsalting orqali. Qancha payt bo'ldi kelganingiz? Bir haftadan oshdi. Qanday endi Germaniyadagi taassurotlar, yashash? Yaxshi. Qiyin emasmi? O'rganib ketdingizmi? Yo'q, o'qish qiyin emas, ingliz tilida bo'lyapti. Просто здесь немного дорого всё, да? Чуть-чуть. Yaxshi. Odam ikkita zo'r odamimiz Shveysariyaga ketib boribdi. Haqiqiy futbolchilar. Shveysariyaliklarning o'zi ham ularchalik ko'p bo'lmagandir-ku Shveysariyada. Har 2 kunda birda Shveysariyaga ketadi. Mana Germaniya Live, Telegram, Instagram, YouTube kanalining muallifi Nodir aka. Assalomu alaykum aka. Assalomu
Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Nimaga charchadingiz? Germaniyadagi hayotdan juda ham qiyin Germaniyada hayot. Assalomu alaykum. Kelib o'tirmaydi. Soni Hashim aka. Ana Sami aka ham bor ekan-ku, ha? Quyosh tabiat sizni mazizni qochiradi. Kelmaydi вообще. Toza havodan, ha? Toza havoga odam o'rgana olmaydi. Aka keling deb yotuvdingiz-ku. Videoni YouTube'ga bosib yuboraman lekin. Assalomu alaykum. Samijon. Qanday Assalomu alaykum. Aka u faqat Germaniyaga подписчикларga kelinglar deyman, qolganlarga maslahat bermayman. Qolgandagi boshlandi. Faqat pazishlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'larsiz, yaxshi qaytganingizdan sizlar tanishamiz qolaydi. Kamronsizmi? Magistraturaga o'qishga kelganman. Ko'rishdik biz bilan. Yo'q. Ichgansiz emasmidi? Yo'q, точно emas. Точно emasmi? Yo'q. Mana akamiz ichmas ekanlar, odobli ekan, safimizga qo'shamiz. Ichmaslar saf ekanmi? Ichmaslarni safiga qo'shamiz. Ne bo'lsa yaxshi. Shunchaki siz hali kechqurun alohida kechirasiz. Sami aka qanday? Хорошо? Samijon. Was für ein Fahrrad hast du? Und meine Frau. Salam alaikum. Schönes Fahrrad. خوب هستی سعید جان صدا ما خوب میشنوی؟ خونه هستی؟ کدوم تو؟ من اینجا رفتی؟ Mana bitta Bavariya aka. Bu yerda ham Bavariya. Gapira olmayapman aka kamerani ko'r. Hozir bo'ladi, azizda hozir bo'ladi.